Nima uchun men sizlarga har bitta darsda, har bitta temani ikkita yoki uzoq bilan 3 ta, hattoki shunaqa darslarimiz bo'ldi, 4 ta darsga anaqa cho'zilib ketayotgan darslarimiz bo'ldi. Nima uchun men sizlarga shunaqa o'rgatyapman? Chunki har bitta qismni kasalliklari bilan o'rganmasizlar. Mana masalan, biz qorin qismi, mana bugun yetib keldik qorin qismiga. Qorin qismini kasalliklari bilan o'rganmasizlar. Qorin qismida qanaqa kasalliklar bo'ladi va shu kasalliklarga qanaqa massaj qilish kerak, qanaqa davolash kerak. O'zi u kasallik qanaqa kasallik? Masalan, qorin faqat soat stelkasi bo'yicha qilinadi deb sizlarga shu narsani tushuntirib o'tib ketishim mumkin. Bitta darsda o'sha bitta tema qilib, yaxlitgina qilib, osongina qilib, o'zimni ham sizlarni ham qiynamasdan shunaqa qilib o'tib ketishim mumkin. Lekin ertaga sizlarga qorin qismida uchraydigan kolitik keladi bemorlar, enurez bemorlari keladi. O'sha ayol qizlarda hayz vaqtidan buzilishi bo'lgan bemorlar keladi. Sizlar ularga oddiy massaj qilsanglar bo'lmaydi. Kolitda o'zini massaj bo'ladi, enurezda o'zini massaj bo'ladi. Va yana ko'p joylarda, mana endi boshqa kurslarda qorin qismi deganda selulitni, antiselulitni massajni qilib o'tib ketishadi. U davolovchi massaj emas. Selulitni, antiselulitni umuman boshqa masala. Shuning uchun men sizlarga hozir davolovchi masajlar orasiga u narsani kirgizmadim. Agar hozir sizlarga o'sha kasalliklar bilan birga antiselulitni masajni ham o'rgatadigan bo'lsam, sizlar kolitda ham selulitni usullarini qo'shib olishingiz mumkin. Enurezda ham qo'shib olishingiz mumkin. Sizlarning miyalarida kasha paydo bo'ladi. Sizlar na u ish qilmaysizlar, na bu ish qilmaysizlar. Nima deydi? Qo'pol qilib aytganda, yaxshi professional massajchi bo'la olmaysizlar. Shuning uchun oldin bu yerdagi kasalliklarni o'rganamiz, kasalliklarni qanaqa davolash o'rganamiz, keyin boshqa etapga o'tamiz. Shuning uchun men har bitta darsda o'sha qismni kasalliklarini sizlarga o'rgatyapman. O'sha kasallikning xarakteristikasi bilan tanishtirib chiqaman.